bitta gap aytmoqchimanda, ya'ni bu ayollarga ko'pincha tegishli. Hozirgi kunda Rossiyaga ketyapti ko'p ayollar, oilasini tashlab, erim ishlamayapti, erim layoqatsiz ishga deb ketyapti-da. Bitta gap aytmoqchiman. Hech qachon farzandlaringni tashlab ketmanglar ayollar. Chunki narsa bor. Uzoqdan turib bergan mehrdan ko'ra ayollar oldida turib bergan mehrlaring boshqacha farzandlaringga. Shuni esdan chiqarma. Sen o'lsa, keyinchalik kelsalaring, faqat siz endi o'sha paytda yurib pul jo'natib turgansiz-ku. Mehrda siz pulga almashib qo'yapsiz. Ya'ni pul bersangiz siz yaxshi bo'lasiz, nima yetadi farzand. Pul bermasangiz sizdan yomon odam yo'q bo'lib qoladi. Hech kim bo'lmay qoladi. Farzandlaringiz. O'shaning uchun hech qilmang ayollar.